baş i. İkinci baş i. O'tira i. İkinci o'tira i. Ayaq i. İkinci ayaq i. Ulanma i. Yalğız i. Tishlashibdi, ikki eshik so'ngak talashib, bayram qilibdi meshiklar, chavak chelishib. Pil ustiga chiqolmay, muloqotdi Fatima, yirtilg'ashqa kengligi yemab berdi Baima. Hadam tikkichi, akam yozg'ichi, singlim o'yinchi, men o'qig'ichi. Otasi quduq qazdi, bolasi she'r yozdi. İt, te, it, it. İ, şe, iş, iş. İ, ga, şi'ni qo'shsak, ishi bo'ladi. İ, şe, ishi, ishi. Atqa, ni qo'shsak, atni bo'ladi. A, te, at. Ne, ini, atni. Ağa, tini qo'shib, sini qo'shsak, atisi bo'ladi. A, te, iti, se, isi, atisi. Tepishmoq. Inoq bir oila kishilari bo'lib, har gilasga bak amroq gap. U bugunmi ishga minish oldida xotiniga. Xotin, menga gilas uzib bergina, deb turibdi. Xotini idishga suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas uzib beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigit zavodga beribdi ekan, ishga kechikib qoldi va boshlig'idan tanqid anglabdi. Er ishlab etib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzibdi. U uyga kelganda heliqi tepishmoqni xotiniga aytib beribdi. Ittiba mushukdi yo'q. Ikki chashqan tushukdi yo'q. Ilmakdi ba tuzdi yo'q. Tilimdi ba so'zdi yo'q. Gilasdi ba omiddi yo'q. Mejitdi ba mamuddi yo'q. Xotini bu tepishmoqni topolmay bolasidan so'rabdi. Balımı tapamabdı. Qiziqarlıq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgandekmish. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olamsiz.